Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan endi ya'ni kerakli dasturlarimizning ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Bu dasturlardan ko'rib turganingizdek KM Player va Lightshot va bundan tashqari oxirgi arxivlar bilan ishlaydigan bitta dasturni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu dasturlarni muhim taraflaridan biri hozir batafsil tushuntirib o'taman. O'tgan darsda M3 Player dasturini bilan tanishib oldik ozgina, ya'ni yuqoridagilar bilan. Endi bu M3 Player asosan qo'shiq, ya'ni MP3 formatdagi fayllar bilan ishlasa, endi biz turli xildagi video formatlar bilan videolarimizni ko'rish uchun esa KM Player dasturidan foydalanamiz. Buning uchun o'sha KM Player degan so'zni KM Player va download degan so'zni yozamiz, enterni bosamiz Google qidiruv tizimida va shu joyda e'tibor bering. Buni asosiy sayti bor, o'zini download mana shu ekan, kmplayer.com. Bu ofitsial sayti emas ekan. Ofitsial sayti adashmasam mana bu mana o'zi aslida bu xitoyliklar tomonidan ishlab chiqilgan. Buni endi ingliz tili variantiga o'tkazadigan bo'lsak, taxminan shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bu joyda mana Hot64x ga bosamiz va shu joyda mana for Windows 64 ni yuklab olamiz va bu joyda download for KM64x. Nima uchun sizga o'sha ofitsial saytidan yuklab olishni maslahat beryapman? Sababi shundaki, ba'zi bir masalan ishonchsiz fayllar bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir saytlarda shunaqa bo'ladi. Buzg'unchilar ofitsial saytdan yuklab oladida, unga qanaqadir qo'shimcha viruslarni joylab turib, keyin uni tarqatishni boshlaydi. Sizni kompyuteringizga siz virus bilan o'rnatganingizdan keyin sizni ma'lumotlaringizni o'g'irlashi yoki kompyuteringizga qandaydir zarar yetkazishi va bundan tashqari ko'pgina fayllaringizni ochiqlikka, ya'ni olib chiqib ketishiga to'g'ri sabab bo'lib qolishligi mumkin. O'sha sababdan maslahatim sizga har bir dasturni ofitsial saytidan olib o'rnatishga o'rganing. Bu kelajakda juda ham bir muhim, o'zingizga kerak bo'lgan ko'nikma bo'ladi. Demak, hozir taxminan 2 daqiqacha kerak bo'ladi. Agar siz bu KM Player interfeysi masalan taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi interfeys. Agar sizga bu interfeys yoqmasa, bunday holatda Video Player for Windows 10 deb yozsak, bizga bir qancha mana VLC Media Player mana bu joyga shunaqa saytlarga ochib ko'radigan bo'lsak, System Video Player, Zoom Player, 5K Player, VLC, Miro Player, GOM. Umuman olganda juda ham turli xildagi playerlar bor. Buni siz har birini o'zingiz ochib o'tirib, to'g'ri o'rnatib o'tirib sinab ko'rishingiz mumkin. Pod Player mana bu programma ham anchagina menga yoqqan, ishlatib ko'rganman. Demak, Elmedia ancha ko'paydi turlari. O'zingizga ma'qul kelgan dasturni sinab ko'rib o'rnatishingiz mumkin. Shunchaki men sizga mana bu Google orqali topishni, ro'yxatini topish kalit so'zlarini yozib ko'rsatdim. Endi bu dasturni nima uchun o'rnatib olishimiz shart emas, shunchaki kerak deb o'ylayman. Bilamizki, Windowsda o'zida ham masalan aytaylik, mana bitta videoni ochadigan bo'lsak, mana o'zini programmasi bor. Bemalol ko'rib, shunda ham ishlatishingiz mumkin. Agar sizga shu ma'qul bo'lsa, albatta shuni ko'ring. Lekin ba'zi paytda shunaqa holatlar bo'ladi, kerakli funksiyonallar yetmaydi bu Windowsda playerida. O'shanday holatda almashtirishga to'g'ri keladi, meni fikrim bo'yicha. Bu albatta o'zingizga bog'liq narsa. Endi keling, faylimiz ham deyarli tugab qoldi. Ana endi o'sha KM Player degan faylni ishga tushiramiz. Bu programmani o'rnatish jarayoni boshlanadi. Xo'p, tilni tanlaymiz. OK, dalее, принимаю, dalее. Ko'rib turganingizdek, dasturlarni o'rnatish jarayoni juda ham qiyin ish emas. Shunchaki siz yozuvlarni даже o'qimasdan turib ham daleni bosib ketaversangiz o'rnatilib qolishligi mumkin, lekin maslahatim shoshilmasdan nima deb yozayotganligini ko'p keyin ishga tushirishni, tugma bosishni maslahat beraman. Demak, запустitni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, KM Player dasturimiz ko'rinishi mana shunaqa interfeysi. Endi bu joyda biz nima qilishimiz mumkin? Ochmoqchi bo'lgan dasturlarimizni bosamiz. Mana haligacha o'sha o'zini Windows video player bilan ochyapti. Buni o'zgartirish uchun o'ng tugmani bosamiz va открыть помощью. Endi mana e'tibor bering, KM Player 64 variantini taklif qilyapti. Ya'ni video player sifatida ro'yxatdan o'tkazgan. Lekin biz doimiy tarzda mana shu KM Player bilan ochishni xohlasak, выбрать другое приложение va mana bu joyga bayroqcha qo'yamiz va bundan tashqari KM Player degan dasturni tanlab qo'yamiz. Agar boshqa masalan проигрыватель Windows Media degan dasturni tanlab qo'ysak, doimiy mana shu programma bilan ochadi. Va bu hozirgi qilgan tanlovimiz faqatgina .mkv fayllari uchun ishlaydi. Agar siz boshqa formatlarda ham shunaqa boshqa programma bilan ochayotgan bo'lsa, mana shunaqa tarzda sozlab olishingiz mumkin. KM Playerni bosamiz. OK. Mana ko'rib turganingizdek, dasturimizni, videomizni KM Player dasturi orqali ochyapti. Enterni bosadigan bo'lsak, kattalashtirib olishimiz mumkin. Yana bir marta enterni bossak, yana oldingi holatga qaytadi. Mana bunisini olib, cho'zib, joylashtirib ko'chirishimiz ham mumkin. Shunaqa qulay imkoniyatlarga ega. Endi bu dasturimiz ham tugadi. Keling endi siz bilan keyingi dastur bilan
tanishamiz. Bu Lightshot. Lightshot dasturi bizga ekranimizdagi qilayotgan ish jarayonimizdan rasmga olishni imkoniyatini beradi. Buni keling siz bilan hozir o'zimiz ko'rishimiz mumkin. Lightshot ya'ni programma для screenshot, ya'ni screenshot olishni ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Kerakli saytga o'tamiz, skачать для Windows'ni bosamiz va bu dasturimiz unchalik katta emas, kichkinagina. O'rnatishni bosamiz, ya'ni o'sha dasturni ishga tushiramiz. Запустить. Tilni okey, поднимаем, далее. O'rnatish jarayoni tugallandi. E'tibor bering. Загрузить kerak emas, ortiqcha narsalarni bizga yuklash. Otashimiz bayroqchalarni, gatovi va mana e'tibor bering, mana bu joyda o'sha Lightshotni doimiy ishlab turadigan nimasi hosil bo'ldi. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, taxminan mana shunaqa sizga imkoniyat beradi. Bu именно shu kerakli qismini o'zingizga moslab turib screenshot olishingiz mumkin. Masalan, именно mana shu mushuk kerak bo'ladigan bo'lsa sizga, mana shu qismini belgilaysizda, mushukka ko'rsatasiz. Taxminan shunaqa tarzda belgilab olishingiz mumkin va bu narsani nusxa qilib olishingiz mumkin, kopirovat turib kimgadir yuborishingiz mumkin. Agar sizga mana bu joyga borib kerakli Lightshotni dasturini topish yoqmayotgan bo'lsa, shunchaki klaviaturadan print screen klavishini bossangiz, mana shunaqa ishga tushiradi. Ya'ni screenshot rejimiga o'tadi. Yana belgilab turib, to'rtburchaklar qo'yishingiz mumkin, chiziqlar tortishingiz mumkin, yozuv yozishingiz ham mumkin. Taxminan mana bunday. Qo'shimcha yana imkoniyatlari bor. Ranglarni o'zgartirishingiz mumkin. Aytaylik, qora qilishingiz mumkin yoki ko'k. Ana endi strelkalarimiz ham ko'k rangda bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlarga ega. Bu dastur orqali, ya'ni bu hozir nima qilgan dasturimizni, shu olgan rasmimizni biz endi kimgadir jo'natishimiz mumkin. Masalan, internetga yuklab turib, ya'ni Ctrl D ni yoki mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, internetga yuklab beradi va internetga yuklangan joydan siz uni u manzilni olib turib kimgadir yuborishingiz mumkin. Yoki shu joyda mana saqlash tugmasini ham bosishingiz mumkin. Saqlaydigan bo'lsangiz, uni o'sha kerakli joyga saqlab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, Lightshot o'rnatildi, mushukli rasm, screenshot deylik, screenshot saqlashni bosganimizdan keyin shunaqa joyga saqlab qo'ydi. Endi bu dastur saqlagan joy mana e'tibor bering, hujjatlar ichida Lightshot degan paketda joylashadi. Ochib olishimiz mumkin, расположение fayli va o'sha faylni topib olishimiz mumkin mana shunaqa tarzda. Yana e'tibor bering, pane format taglanib, Photos bilan ochamiz. Okey, xo'p, mana o'sha biz tayyorlagan rasmimiz. Shunaqa tarzda ishlaydi bu Lightshot dasturi. Endi siz bilan keyingi ko'radigan dasturimiz bu WinRAR yoki ETZip. Keling bu joydan ETZip dasturini o'rnatishni ko'ramiz. Bu dastur arxiv bilan ishlashga mo'ljallangan. Ya'ni bilamizki, ko'pgina dasturlar yoki fayllar arxivlangan bo'lishligi mumkin. O'sha arxivlarni ichidan kerakli ma'lumotni chiqarib olish uchun bizga ETZip yoki arxivator yoki razarxivator degan tushuncha bor. O'sha dasturlarni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, ETZip downloadni bosamiz. Официальный sayti et-zip.org va downloadni bosamiz. Bu joyda e'tibor bering, operatsion tizimingizga qarab turib 64 yoki 32 bitligini nima qilishingiz kerak bo'ladi, yuklab olishingiz. Buning uchun agar sizda qanaqa operatsion tizim o'rnatilganligini bilmoqchi bo'lsangiz, unda sizga taxminan shunaqa amal bajarishni so'rayman. Provodnikni ochamiz va bu joyda этот kompyuter degan joyga borib o'ng tugmani bosamiz. Свойствоga o'tamiz. Свойствоda e'tibor bering, 64 razryadная операционная система, protsessor 64 deb yozilgan. Demak, sizda operatsion tizimingiz 64 razryadli bo'lar ekan. Ana endi 64 ligini qo'rqmasdan bosib yuklab olishimiz mumkin. Va bu dasturni o'rnatsak, bizda bemalol muammosiz ishlaydi. Запустить, install, close. Demak, ko'rdingizmi, qanaqa juda ham oson va ana endi biz yuklab olgan dasturlarimizni, ya'ni arxivlarimizni shu orqali ham ochishligimiz mumkin. Endi e'tibor bering, qayerda arxiv bor. Mana, masalan, form with absolute element degan arxivimiz bor. O'sha arxivdan chiqarmoqchi bo'lgan paytimizda endi mana ETZip degan variant beryapti, ya'ni imkoniyatimiz bor. Распаковать form absolute element degan paketga ichidagi fayllarni chiqarib beraymi deyapti. Yoki bo'lmasam arxivda ochishingiz mumkin, ya'ni uni arxivdan chiqarmasdan turib ichidagi fayllarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun открыть arxivni bosamiz. ETZip programmasi ishga tushadi, ichidagi papkani ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa. Bu joyni o'zidan mana bu joyni olib turib yana bu yoqqa chiqarib qo'yishingiz mumkin. Umuman olganda arxiv bilan shunaqa ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi keling siz bilan yana bitta oxirgi dasturni ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz Telegram bo'ladi. Ya'ni Telegram dasturi, bilamizki, hozirgi kunda Telegramdan, Instagramdan ajralib bo'lmay qoldi. Buning uchun albatta uni kompyuterda ham ishlatish qulayliklari bor va bu qulaylik ishlarimizni tez hal qilishimizga yordam beradi. Keling o'sha narsani ko'rib chiqamiz. Telegram download deb yozsak ham bo'ladi, xohlasangiz. Bunda sizga bir qancha variantlar chiqib kelishligi mumkin. Ularning orasidan desktop.telegram.org degan variantini tanlashingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa desktop.telegram.org degan manzil orqali ham o'tishingiz mumkin. Kirganingizda Telegram для Windows ni bosamiz va ko'rib turganingizdek manzil orqali bosilganda
programmamizni yuklash boshlanadi. Endi bu Telegramni nima uchun desktop varianti kerak, o'rnatib olishimiz kerak degan agar savol bo'lsa sizda, shunaqa vaziyat bo'ladi. Sizni kompyuteringizdagi ma'lumotlar qanaqadir bir rasm yoki tezkor kichkina fayllarni olib turib, uni telefonga o'tkazish kerak yoki telefoningizdagi fayllarni kompyuterga o'tkazish kerak bo'ladi. O'shanday holatda Telegram juda ham qo'l keladi. Masalan, bir qanaqadir Word fayl bor, 1-2 megabayt atrofida chiqadi. U fayl telefonda kimdir olib kelyapti, uni siz Telegram orqali kompyuterdan yuklab olishingiz mumkin. O'shanday holatlarni hali keyinchalik Telegram bilan tanishish videolari bor, o'shanda ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi setupni bosamiz, запустить. Telegram dasturini o'rnatish tilini tanlaymiz. Manzilni ko'rsatishimiz mumkin. Agar sizga boshqa manzil kerak bo'lsa, boshqa manzilni ko'rsatasiz. Далее, создать значок, ekranda hosil qilamiz, установить. Ko'rib turganingizdek, o'rnatish jarayoni unchalik ko'p vaqtni olmaydi. Запустitni bosamiz va mana Telegram dasturi ishga tushdi. Endi mana bu joyda tilni taklif qiladi operatsion tizimga mos ravishda. Продолжить на русскомni bosamiz. Agar rus tili kerak bo'lsa, agar ingliz tili kerak bo'lsa, ingliz tilida davom etishingiz mumkin. Начать общение. Вход по номеру. Bu joyda o'sha nomer orqali kirishni bosamiz. 94-263-85-23. Endi hozir meni Telegramimga kod kelgan bo'lishligi kerak. Sizga ham o'sha telefoningizga Telegram o'rnatilgan holatagina kod keladi. Manaki 38-918. Kodingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda облачный parol so'raydi. Agar siz o'sha Telegramga parol qo'ygan bo'lsangiz, bu parolni teramiz va enterni bosamiz yoki ko'rib turganingizdek, mana shunaqa tarzda Telegramni interfeysiga ega bo'lasiz. Bu joyda o'zingizga kerak bo'lgan odamlarni tanlab turib, aytaylik mana shu yoki boshqa bir odamlarni tanlab turib yozish yoki gruppalarni tanlashingiz mumkin. O'zingiz tushunib olasiz degan umiddaman. Telegramni yaxshi bilsangiz. Biz oxirgi ko'rishimiz kerak bo'lgan programmamiz shu edi, ya'ni Telegram dasturi edi. Keling siz bilan boya Lightshot dasturida screenshot olingan holatda uni qanday qilib bironta odamga yuborish yoki ko'rsatish mumkinligini ko'ramiz. Yana print screen dasturini bosamiz va mana ekranda bayroqchani qo'yamizda Telegram deymiz. Ya'ni Telegramga bayroqcha qo'yib, ya'ni belgi qo'yib, endi Ctrl+C kombinatsiyasini bosamiz. Ya'ni ctrl deb yozilgan. Buferga olamiz kerakli o'sha qirqib olingan joyni. Endi Telegramga o'tib turib, gruppani tanlab olamizda. Keling aytaylik, masalan, Sherzod degani bor. Sherzod degan kursdoshim, unga yuboramiz. Yuborayotgan vaqti отправить mana Ctrl+V ni bosganimda avtomatik tarzda buferdagi rasmni olib, shunaqa oyna chiqarib beryapti. Отправить ni bosadigan bo'lsam, aynan o'sha screenshot qilingan rasm kerakli odamga jo'natiladi. O'ylaymanki, bu video ham foydali bo'ldi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan dasturlarimiz shulardan iborat edi. Xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.